Ushbu uyimizni tunikafonimizni qalinliklari 0.35. Bu haqiqiy 35lik tunika bo'lgan. Narxini arzon qilishlik har qanday narsani arzon xom ashyoni ishlatishga to'g'ri keladi yoki bo'lmasa kichkina ob'yomni katta kvadrat ko'rsatish mumkin bo'ladi. Bizning qadriyatimizga bu narsa to'g'ri kelmaydi. 2019-yildan beri 400 ga yaqin xonadonlarda muvaffaqiyatli tunikafon ishlarini qilib tugatdik. Sizlar navbatdagi ishimiz Samarqandda, Superda, aniqrog'i Nurafshon mahallasida, Tehron ukamizning uyida ushbu obyektni uylarimiz tunikafon qilib tugatdik. Mana bu yerda ayvonimiz bor. Bu yerda ham ayvonchamiz bor. Keyin u yerda darvozaxonamiz bor. Ko'cha ichkari koziroklar hammasi 45 million 500 ming so'mga bitdi. Biz bu ishimizni 135 ming so'mdan qilgandik. Sababi Ramazon oyida mega chegirma qilgandik. O'sha chegirmali narxlarda qilganligimiz mana shu narxlarda bo'ldi. Ishimizni sifatini, dizaynini ko'rib, o'zlaringiz baho beringizlar. Agar sizlarga ham shunaqangi tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bizga buyurtma berishlaringiz mumkin. Ushbu uyimizni tunikafonimizning qalinliklari 0.35. Bu haqiqiy 35lik tunika bo'lgan. Toshkent metallurgiya tunikasi bo'lgan. Tagida karkasdagi metall profildan bo'lgan. Azizlar, tunikafonni qilishlikda asosiy narsa narxini arzon qilishlik, har qanday narsani arzon xom ashyoni ishlatishga to'g'ri keladi yoki bo'lmasa kichkina ob'yomni katta kvadrat qilib ko'rsatish mumkin bo'ladi. Bizning qadriyatimizga bu narsalar to'g'ri kelmaydi. Biz tunikani ishlatilgan tunikani kvadratiga xizmat haqi olamiz. Masalan, bu joizli kvadrat 100 kvadrat bo'lsa, o'rtacha 100 kvadratga 200 kvadrat tunika ishlatilsa, ana o'sha ishlatilgan 200 kvadrat tunikaga hisob-kitob qilinadi. Ba'zi bir joylarda tunikaning narxini sizga arzonroq aytib, lekin umumiy kvadratga kelganda kattaroq kvadratni aytib olish holatlari ham uchrab turibdi. Arzoniga uchrab, o'shanaqalarga aldanib qolmanglar. Agar sizlarga ishonchli tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, Usta Abdulloh jamoasiga aytsanglar, chiroyli qilib beramiz. 2019-yildan beri 400 ga yaqin xonadonlarda muvaffaqiyatli tunikafon ishlarini qilib tugatdik. Elda xalqni duosini oladigan qadriyatli ustalar jamoasi uchun kerak bo'lsa, marhamat qilib telefon raqamlari orqali bizga bog'lanishlaringiz mumkin. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp orqali bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar.